va biz hozir bu videoda DLSning yangi chempion kartlari chiqqan, ya'ni yashil futbolchilar. O'shani qanday olishni hozir ko'rsataman, ya'ni obzor qilaman. Telegram'dagi Muzikalar Top Unda Muz biz kanali to'xtasmay taqdim etadi. boshlaymiz. Shartnomalarga kirib olamiz. Va bu yerdan sana vaqtni topamiz. Va bu yerda 10-yanvarga men qo'yib qo'yganman. Ya'ni hozir 2-yanvar 2026-yil, men esa buni 10-yanvarga qo'yib qo'yganman. Sizlar ham shunday qilasizlar. Va hozir biz internetni o'chirishimiz yoki Wi-Fi'ni o'chirishimiz kerak bo'ladi. Va klasiga kirib olamiz. Помню ваших имен, очередные белоручки читают про район. Отвечаю лишь добром, настолько дух силен. Ты расслабляешь мои трапеции, что судорожно качало традиционное детство. Я вообще молчу про то, что касается сердца. Мы первый раз слышали такие знакомые гелсы. Родим мы сына или дочь, или двоих сразу. Трепетные мысли, банальные фразы. Пьем в тачке корицу, это стало Mbappe, Kane, Yamal, Dembele, Pedri, Vitinha, Salah, Mendes, Gabriel, Hakimi va Donnarumma. Bu PMO 2025, ya'ni 2025-yilning ramziy jamoasi hisoblanadi. Bu yerda Donnarummaning 86lik darajasi, Mbappe, Dembele va Kane'ning 87lik darajasi shunchaki dahshatli chiqqan. Bu yerda endi playerlarni ko'rib olsak bo'ladi. Donnarumma 86, Nuno Mendes PSJning himoyachisi 85, Gabriel 85, Ashraf Hakimi yana bir PSJning futbolchisi 86, Usmon Dembele 87, ajoyib ko'rsatkichlar. Pedri 86, Barselonaning yuragi deb atasak bo'ladi. Vitinha 85, bu yerda uning ham darajasi anchagina yaxshi. Salah bilan Lamine Yamalniki esa 86. Ikkalasining ham ko'rsatkichlari super darajada. Eng qaynoq Bu yerda hitlar Harry Kane, Muzikalar Top Muz kanalida. Kylian Mbappe va Usmon Dembelening darajasi 87, eng yuqori darajada. Uchalasining ham ko'rsatkichlari juda ham yaxshi. Bu yerda endi biz buni qanday olamiz desak, bu yerda biz avval kelgan chempion kartlarga o'xshab bu yerda agent ochamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerda 375 ta tangaga bitta olsak bo'ladi. Lekin tushish ehtimoli juda ham kam. Ammo urinib ko'rsa bo'ladi. Sizlarga maslahatim, bu yerda tangani almasni ko'paytirish kerak, chunki tushish ehtimoli ham yo'q emas. Juda ham yaxshi futbolchilar borligi tufayli buni biz urinib ko'rish deb o'ylayman. Agar video yoqqan bo'lsa, like va podpiska bosishni unutmang.